Ketma-ketlik mavzusiga doir Prezident maktabi saralash imtihonida tushgan bir nechta savollar bor, shularni ko'rib o'tamiz. Xo'p, birinchi savolimiz Hilola ketma-ketlikda butun sonlar ro'yxatini yozdi. Uning ro'yxatidagi oxirgi son 3 xonali 114 soni edi. U jami 57 ta raqam yozdi. Hilolaning ro'yxatidagi birinchi son qaysi edi degan savol qo'yildi. Demak, qanaqadir x dan boshlab x va hokazo boshlanib turib 113, 114 gacha yozilibdi. Bu ketma-ketlikdagi oxirgi son ekan. Xo'p, ularni jami nomerlash uchun bizda nechta 57 ta raqamdan foydalanibdi. 57 ta raqam. Xo'p, endi bu yerda masalani biz 100 dan boshlab 114 gacha bo'lgan qismini olaylik. 100, 101 va hokazo 113, 114 desam, bu yergacha nechta 3 xonali son bor desa, 15 ta 3 xonali son bor. Bu 15 ta 3 xonali sonimizni ko'paytirib olsak, 45 ta raqam ishlatilgan bularni nomerlash uchun. Endi 57 ta raqam ishlatilganida bu 57 tadan 45 tani ayirib beradigan bo'lsak, bizda ortib qolayotgan 12 ta raqam oshib qolyapti. Bu 12 ta raqamimiz ikki xonali sonlarni nomerlash uchun, ya'ni yozish uchun ishlatilgan. Ya'ni 99 uchun 2 ta, 98 uchun 2 ta, 97, 96, xullas kalom 12 ta raqamimiz 2 ga bo'laveradigan bo'lsak, 6 ta sonda ishtirok etadi. Demak, bu bitta son, ikkita son, 3 ta, bu 4 ta, 5, 94, 6. Demak, uning yozgan birinchi soni 94 soni ekan. Navbatdagi savolimiz, yangi qurilgan 100 ta uyni nomerlash uchun temirdan raqamlar yasaldi. Bunda 9 raqami uchun alohida qolip yo'q, ya'ni 6 raqamni 9 sifatida foydalaniladi. Usta jami nechta 6 raqamini yasagan degan savol qo'yildi. Xo'p, bundan oldingi mavzuda aytganmiz biz. Birdan 99 gacha degandik. Endi 100 gacha har qanday raqamimiz 20 ta ishtirok etadi. Ya'ni 6 raqami 20 ta takrorlanadi. Endi xuddi shu 6 raqami sifatida 9 raqamidan ham foydalansak bo'ladi. Ya'ni uning uchun yana 20 ta ishlatilgan, jami bo'lib usta 40 ta 6 raqamini yasagan.